through the fire and snow. Voices of a no in the cold wind blow. Shadows in the night, but the stars still glow. If I fall tonight, let the whole world know. Calling me home where the old gods stand. Through the storm and the blood red sand, the sky falls down and the rivers run slow. Hear my name in the winter snow. Qozog'iston Yallama postdan o'tgandagi navbat 20 kilometr bor. 10 kilometr aniq, 20 ham bo'lsin, kilometr. Shuncha yursa ham kilometr. Benzin 92 benzinda 7000 tangaga 30 ta soldimda. 30 tadan ham oshdi yo'q. 220 tangadan ekan, bizda pulga shu 6000 degan bormayapmiz. To'ldirib soldim hozir vaqt. Bu Chimkent shahridagi Baydibek parkini eng yuqori nuqtasi. Shu yerdan Chimkent shahri to'liq ko'rinar ekan. Oilaviy Chimkentga kelganmiz. Hozir kechki payt shu parkdan Chimkent tomosha qilyapmiz atroflarda. Katta shahar ekan haqiqatan Chimkent. Million nafardan odam soni oshadi. Haqiqatan katta shahar ekan. Issiqko'lga ketishda yo'lda Chimkent orqali to'xtab bir kun dam olib o'tib ketyapmiz. Yam-yashil, hamma parkida har xil kachellar bor. Biz Issiqko'lga oilaviy yo'lga chiqqanmiz mana shu iyul oyida. Sezon boshlangan Issiqko'lda. Issiqko'lga o'zimizning shaxsiy avtomobilimizda Qozog'iston orqali Qozog'istonni Chimkent shahar, Chimkentdan keyin Taraz, Kogay, undan keyin To'qmoq post orqali Qirg'izistonga kirib bormoqchimiz. To'qmoq postdan o'tib to'g'ri Issiqko'lga qarab trassa bor ekan. Tekis trassa, shu orqali ketishimiz kerak rejamiz bo'yicha. Keyin Issiqko'lda dam olib 4 kun 5 kun, undan keyin qaytishda Qirg'izistonda o'zidan Jalolobod shahriga qarab yangi yo'l qurilgan ekan, hozir ko'rmadik, internetda ko'rdik, eshitdik shuni. O'sha yo'ldan qaytmoqchimiz, yangi qurilgan tunnelda. Videoni ko'rsalaring, Issiqko'lga shaxsiy avtomobilda borishda qaysi tarafdan Qozog'iston orqali borishmi yoki Qirg'izistonda yangi qurilgan yo'l orqali borib qaytish kerakmi? O'shani qaysi ma'qulligini o'zlaring ko'rib, o'shani hosil qilasizlar, o'zlar tanlov qilasizlar. Biz ikkita yo'lda ham ko'rishni niyat qilganmiz hozir. Bugun hozir Chimkentda kechga bir aylanamiz, parklardan, attraksionlarda aylanib, ertaga ertalab chiqib ketamiz Issiqko'lga qarab. Videoni tomosha qilishni davom etinglar. Chimkent yuqoridan